bo'lgan nimalar, lekin bu tibbiyot, ta'lim, bu eng nimasida yuragi. O'shaning uchun agar siz kerakli nimalarni eng zarurlarni qilib bersangiz, o'tasiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki insonlar taqdir va sizlarga bog'liq. Qancha yordam bersak, shu masala bo'yicha mana bolalar mas'ul alohida poliklinikasi boribdi. Chunki qanchalik bitta joyga qilib qo'ygani kerakda. Hozirgi kunda masalan kunda issiq bo'ladi. Qishda kuz faslida sovuq. Infeksiya ko'p tarqalgan paytida 0 yoshdagi chaqaloqlar to'liq masalan har xil kasalliklardan bolalar, yosh bolalar kasallikni shuni odatda joyga qaytasi bo'lmaydi. Vazirlikda yo'lga chiqqan, menimcha bu asosan budjet pullasi iqtisod qilish maqsadida ham kommunal sohadan ham mutaxassislar yetishmasligi uchun masalan bitta endokrinolog bo'ladigan bo'lsak, hozir 6 ta vakantim bor. Jami bitta vakant kiritilmaganda 59 shifokorga vakantimiz bor. Kelganimda 70 dan oshadi, o'sha 20 dan oshiq shifokor ishga oldi. Bitta joyda bo'lganimizda endokrinolog kattalarga ham bolalarga ham shiftalab beraveradi. Yoki kardiolog bo'yicha o'qityapmiz mutaxassislarni. O'shaning uchun bitta joyga, bitta bizning O'rta Respublika bo'yicha bitta joyga markaziy poliklinikani tavsiya qilishdi. Lekin oldin hatto o'zida yoshingiz yesangiz bolalar poliklinikasi alohida bo'lardi. To'ytmadan kattalarga alohida bo'lardi. Hozirgi kunda 151.500 nafar aholi bo'lyapti shaharda. O'sha magnitda ko'p tarmoqli poliklinika masalan ham keyin oilaviy poliklinikaga navbat qo'ydi. Olmaqda boshqa shahar tumanlarda ham ishlab kelganman. 10.012 yilda bitta oilaviy poliklinikaga qo'ytirganman. Bitta 35 ming kami shu joyda qolgan, bir joyda 66 ming qoldi. Shuni men yana bitta poliklinikaga taklifini bermoqchi. Chunki nagruska katta. Ularga qancha odam kelib qo'yapti, muammo ham o'shadan kelib chiqyapti. Yana bitta poliklinika bo'lsa, masalan, nagruska quvvatishadi. Oxirgi savol nimalarni aytgandan keyin siz savol bermoqchisiz. Qisman javob berdingiz. 59 ta hozir vakant joyimiz bor dedingiz. Ruscha mutaxassis bor, sizlarning o'zlaringizda nimalarimiz bor. Mana shular bo'yicha nima ishlar qilinyapti? Chunki muhtaram prezidentimiz bir necha yil oldin har safar nimalar aytadi. Qaysi qishloq ovul yoki bo'lmasam chet shaharlarga o'sha nimalar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz qo'shimcha kvotalar orqali mutaxassis tayyorlab berishga tayyormiz deb turibdi. Bularga alohida ajratiladi, alohida mana shunaqangi tip tumanlar bor, shaharlar bor. Mana shular bo'yicha nima ishlar qilinyapti va qaysi sohalarda asosan siz nima deysiz? Vakant o'rnini to'ldirish bo'yicha mart oyining oxirida, may oylarida o'zimiz Samarqandga, Buxoroga borib keldik. Kadrlarni bo'lib boshqa kadrlardan birga Vodiyga, Andijonga borib kelishdi. Shundan keyin mana 30 dan oshiq odamlar shartnoma qildik, shifokorlar bilan. 20 ta ishga, 4 tasini ishga oldik. Bu ham bir to'g'ridan xotin-qizlar ishiga bir ayolimiz ham kirib farmonlar qilganlikda xursand bo'ldim, chunki boshqa shahar tumandan boshqa viloyat olib kelganimiz bari 3 yil shartnoma asosida ishlaydida, yo xususiyga yo o'zini yurtiga qaytib ketyapti. Agar manfaatli bo'lardi, men kimlarni eshitganim uchun telefon iltimos qilishadi, yordam bering, yaxshiroq bolalarni berib, tug'ilgandan keyin o'g'illik bo'lib boshqa shuni shifokor qiling. O'zimni ham jiyanlarimga aytaman, ukam ham bitirdi, nega tibbiyotga topshirmaysan? Tanish bitirlarim bor, maktabda dars beradi, kursdoshlar dars beryapsan. Narxga ukam Singapurga kirib ketdi. Jiyanlarim moliyani bank, akam bank desa, sohaga ketyapti, ko'p yoshlar bilan. Shuning uchun men tibbiyotdagi hamshiralar bilan uchrashuvda aytdim, tibbiyotga bo'lgan hozirda eshikni ochib kirsin, o'rgansin, boshqa qilsin. Prezidentimizga rahmat, ayollarimizga, shifokorlarga juda katta imkoniyat beryaptilar. Mana yaqinda magistr reanimatolog bilan gaplashyapmiz, kelishuvlar bilan. Qanaqa kontraktni to'lab beramiz, bizda ishlab beradi reanimatolog. Qolganlari 5 ta ulaşibga tavsiya berdik. Narkologiya tekinga o'qitilyapti. Faqat nomi yomon bo'lgani uchun ko'pchilik xohlamayapti. Yoki ota-onalar ruxsat bermayapti. Qizlarimizga psixiatriya yo'nalishi vakantim bor. Endokrinologiya bepulga o'qitamiz.
oila shifokorlik bitirib kelgan 2 yil ordinaturada o'qimaydi. 3,5 oydan 6 oygacha. Uni ham qisqartirib berishadi 3,5 oy. Qolgan 2,5 oyini ish davomida ishlab o'tkazadi bepulga. Oylik saqlangan holda. Shu tavsiya bergan bo'lib 5 ta bolamiz tayyorlanmoqda o'qib kelishga. Bepulga o'qitamiz. Reanimatsiya ham shunaqa, neonatologiya ham shunaqa. Kerak bo'lsa pulli xizmatdan ham to'lab berishga tayyormiz. Shaharda ham aksam ketyapti hozir. Tashkilga borganda ham boraman. Olmalidan yaxshi yigitlarimiz bor. Reglamentga ketishdan oldin rahmat. Boshqa savollar yo'q sizga. Sizga ko'mak berishga tayyor. Komissiya xulosasini o'qib eshitish uchun ijtimoiy soha yoshlar siyosati xotirjamada xizmat masalalari komissiya xulosasiga xulosani o'qib eshitish mumkin. Assalomu alaykum. Ko'rishmaysiz. Hurmatli kengash boshlig'lari, hurmatli deputatlar, doimiy komissiyalar demakki Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'ining 2026 yilning birinchi yarim yilligida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish holati hamda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotni doimiy komissiyada yig'ilishida asoslovchi ko'rib chiqildi. Muhokama davomida shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, kasalliklarni erta aniqlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda tibbiyot muassasalarida raqamlashtirish ishlarini keng joriy etish borasida muayyan ishlar amalga oshirilganligi qayd etildi. Xususan, hisobot davrida shahar aholisiga statsionar va ambulator tibbiy xizmatlar ko'rsatilib, aholining turli qatorlar o'rtasida profilaktik tibbiy ko'riklar va skrining tekshiruvlar tashkil etildi. Tug'ish yoshidagi ayollar, bolalar hamda 40 yoshdan yuqori aholi qatorining ta'minotga tibbiy ko'riklar o'tkazilganligi, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bo'yicha keng qamrovli targ'ibot tadbirlari amalga oshirilganligi ijobiy baholandi. Shu bilan birga komissiya tomonidan tibbiyot muassasalarining ayrim binolarida mukammal ta'mirlash ishlarini amalga oshirish, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlash, tibbiy xizmat avtotransport yetishmasligi, raqamlashtirish jarayonini yanada jadallashtirish hamda kompyuter texnikalar bilan ta'minlash masalalari dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta'kidlandi. Yuqoridagidan inobatga olgan holda ijtimoiy soha yoshlar siyosati, xotin-qizlar, madaniyat va sport masalalari bo'yicha komissiya Xalq deputatlar Olmaliq shahar kengashining 46-sessiyasini tasdiqlashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Komissiya xulosasi asosida sessiya qarorlari qatnashchilikda tarqatilgan huquqlar tasdiqlash hozirlar qarshilar yo'q, betaraflar rahmat. Qaror tasdiqlandi. Kun tartibidagi 7-masala to'g'ridan to'g'ri olib qo'yilgan. Deputatlar deputat Olmaliq shahar kengashi deputatlari tomonidan 2026 yil yakun bo'yicha saylovchilar oldin axborot berish grafik tasdiqlash to'g'risida huquqlar tasdiqlash so'rayman. Hozirlar qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Deputatlar va sessiya ishtirokchi sessiya kun tartibidagi masala barchasi ko'rib chiqildi. Sessiya olib borish uchun taklif bormi? Taklif bo'lmasa sessiya kun tartibidagi masala bo'yicha ovoz berish masalasida san'at komissiyasi raisi o'qituvchilarga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining 46-sessiyasida kengashga saylangan 23 nafar deputatdan 14 nafar markaziy studiyadan 3 nafar onlayn videokonferensiya shaklida ishtirok etdi. Uzrli sabablarga ko'ra 6 nafar deputat ishtirok etmadi. Kvorum ta'minlandi. Videokonferensiya shaklida ishtirok etgan 3 nafar deputatning sessiyada ovoz berish natijalari qayd etib borildi. Sessiyada raislik qiluvchi tomonidan har bir masala ovozga qo'yildi va e'lon qilindi. Sessiyada videokonferensiya shaklida ishtirok etgan 3 nafar deputat tasvir ekraniga chiqarildi. Ovoz berish jarayonida barcha deputatlar ko'rinib turdi. Videokonferensiya aloqa shaklida ishtirok etgan 3 nafar deputat
har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar degan savolga qo'llarni ko'tarib ovoz berdilar. Ovoz berish natijasi qayd etib borildi. Kun tartibidagi 7 masaladan markaziy studiyadan qatnashgan 14 nafar deputat hamda videokonferensiya shaklida ishtirok etgan 3 nafar deputat har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar degan savolga qo'llarni ko'tarib ovoz berdilar. Qarshilar betaraflar bo'lmadi. Sessiya kun tartibi bo'yicha barcha masalalar ko'rib chiqildi va sessiya davomida reglament tartib qonun-qoida buzilish holati kuzatilmadi. Sessiya o'tkazgan yuzasidan nazorat bu sessiya qurolini tuzishdi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-shahar xalq deputatlar ommaviy shahar kengashining 46 sessiyasida kengashdan 23 nafar deputatdan 14 nafar studiyadan, 3 nafari onlayn va 6 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmadi. Kvorum ta'minlandi. Sessiya ishini kengash raisi Karimov Doniyor Murodovich olib bordilar. Sessiyada shahar kengash deputatlari, shahar hokim o'rinbosarlari, shahar sessiya partiya raislari ishtirok etdilar. Sessiya kun tartibida 7 ta masala ko'rib chiqildi va doimiy komissiya xulosalari o'qib eshittirildi. Deputatlar tomonidan kun tartibidagi masalalar bo'yicha savol va takliflar berildi. Sessiya davomida reglament tartib-qoidalari buzilmadi. Boshqa savol taklif bo'lmasa, shu bilan 7-hafta xalq ommaviy shahar kengashining 46 sessiyasini e'lon qilamiz.